Bundan ro'parosi 10 yil oldin Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi bilan ilk sovrinni qo'lga kiritgan edi. Ya'ni Euro 2016 da g'alaba qozongan. O'sha paytlarda bu terma jamoa uchun juda katta yutuq hisoblangan, chunki Fransiyaga qarshi finalda deyarli barcha muxlislar fransuzlar o'z uyida chempion bo'lishini kutishgan. Qolaversa, o'yin boshida Cristiano jarohat olib maydonni tark etganda vaziyat Portugaliya terma jamoasi uchun yanada qiyinlashadi. Lekin o'yin so'ngidagi Ederning goli sabab Portugaliya o'z tarixida birinchi sovrinni qo'lga kiritadi. Ushbu finalni shaxsan men jonli ko'rganman va o'yin tugagandan keyingi Cristianoning ko'z yoshlari xuddi kechagidek esimda va bu voqeaga ham deyarli 10 yil bo'libdi. Va bugungi videoda 10 yil oldingi futbol qanday bo'lganini eslaymiz. Ya'ni 2016-yilda futbolni o'zgartirgan qanday voqealar yuz bergan. Real Madridning Chempionlar Ligasidagi triumfidan boshlab Leicesterning APLdagi sensatsion chempionligigacha. Do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Faqat shu yo'l orqali bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Rahmat. Prime Antoine Griezmann. 2016-yil Messi va Ronaldo o'rtasidagi debatning pik davrlari edi. O'shanda ikkala futbolchi ham prime formada yiliga 50 dan ortiq gol va assistlarni amalga oshirib kelishgan va 2016-yilda Antoine Griezmann oltin to'pni yutib ketishiga sal qoladi. Atletico Madriddagi super o'yinlari hamda Fransiya terma jamoasidagi yorqin performanslari sabab Griezmann Atletico Madrid bilan Chempionlar Ligasi finalgacha yetib boradi. Lekin finalda penaltilar seriyasida Madridning boshqa bir jamoasi Realga yutqazib Elcheni boy bergan. Aynan Griezmann o'sha o'yinda 48-daqiqada penaltidan gol kirita olmaydi va kubokni Cristianoga boy beradi. Oradan biroz vaqt o'tib Fransiya Euro 2016 finalga yetib borgan va Antoine Griezmann turnirda shunchaki fantastik formada o'ynab, jamoasini finalgacha olib chiqadi. Lekin finalda kubokni yana Ronaldoga boy berib, oltin to'p imkoniyatlarini yo'qqa chiqaradi. Shunga qaramasdan Griezmann o'sha Evroning eng yaxshi futbolchisi hamda to'purarga aylangan edi. Messining Argentinadagi muvaffaqiyatsizliklari va terma jamoadagi faoliyatini yakunlagani. 2016-yilda Cristiano Portugaliya bilan Evroni qo'lga kiritgandan keyin muxlislar xalqaro sovrinlar bo'yicha Ronaldo oldinda, shuning uchun ham u Messidan yaxshiroq deb argument keltira boshlashadi. Bu savollarni yo'q qilish uchun Messida ajoyib imkoniyat bo'lgan, ya'ni 2016-yilgi Amerikada bo'lgan Copa America finalda shunchaki Chilini yutish kerak edi. Lekin penaltilar seriyasida Messi to'pni osmonga yo'llaydi va natijada Argentina 2 yil ketma-ket Chiliga Copa America kubogini boy bergan. 2015 va 2016-yillarda bu argentinalik muxlislar uchun umuman yoqmagan va ba'zi bir muxlislar Messining futbolkalarini yoqib, u hech qachon Maradona darajasiga yeta olmasligini aytishgan. Bu xabarlarni eshitgach, Leo terma jamoadagi o'z faoliyatini yakunlaganini e'lon qiladi. 3 yil ketma-ket eng asosiy turnirlarda ikkinchi o'rinni egallash Messi uchun juda og'riqli bo'lgan. Lekin oradan ko'p vaqt o'tmasdan Leo baribir Argentina terma jamoasiga qaytadi va qolgani tarix. Sevilyaning Yevropa Ligasidagi gegemonligi. Yevropa Ligasi odatda Tier 2 turnir sifatida qaraladi, ya'ni topga yaqin o'rta millionli jamoalar turniri sifatida va ushbu turnirni eng ko'p yutgan jamoa Sevilya 7 marotaba. Bularning 3tasini 2014-yildan 2016-yilgacha bo'lgan oralikda qo'lga kiritgan edi. Ayniqsa 2016-yilgi turnirda jamoa umuman mag'lubiyatga uchramasdan finalda Liverpoolni 3-1 hisobida mag'lub qilib, turnirning haqiqiy egasiga aylanadi. La Ligadagi ishlar unchalik yaxshi ketmagan bo'lsa-da, Sevilya stabil Yevropa Ligasini yutib kelgan. Hatto Ispaniya chempionatida 7-o'rinni egallagan davrda ham Yevropa Ligasini qo'lga kiritgan edi. Real Madrid yubiley 10-Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgandi. Sevilyaning 3 yil ketma-ket Yevropa Ligasidagi chempionligi o'z yakuniga yetgandan so'ng estafetani Ispaniyaning boshqa bir jamoasi Real Madrid oladi. Aynan Zinedine Zidane jamoaga olib kelingandan keyin Real ketma-ket 3 marta klublar uchun eng saviyali sovrin Yevropa Chempionlar Ligasini qo'lga kiritadi. Hatto La Ligani yutqazsa ham, guruh bosqichida ikkinchi o'rinni egallasa ham, baribir nimadirlar qilib turnirni qo'lga kiritar edi. Aynan 2016-yilda Roma, Wolfsburg va Manchester Cityni yutib, finalga Atletico Madrid bilan chiqishadi. Griezmann punktida aytib o'tganim kabi Real penaltilar seriyasidagi g'alaba evaziga o'z erasini boshlagan. O'sha davrlarda Real Madrid mavsumni qanchalik yomon boshlamasin, bahor oylarida, ya'ni mavsumning eng qizg'in paytida futbolchilar nereal formaga chiqib, o'yinlarni hal qilib ketishardi. Ayniqsa Cristiano. Bu o'zidan o'zi sodir bo'lmagan. Jamoa fizioterapevtining maxsus rejasi ostida ishlangan strategiya. Ya'ni mavsum o'rtasigacha futbolchilar 70-80% energiya sarflab, mavsumning so'nggi qismida to'liq kuch sarflab o'ynashar edi. Shuning uchun ham keraksiz o'yinlarda Real energiya tejab, Chempionlar Ligasi play-off bosqichida ajoyib o'yinlar ko'rsatib, tarixda o'chmaydigan iz qoldirib ketadi. Braziliya Olimpiada chempioni bo'lgan edi.
Tasavvur qiling, 2016-yil yozida butun Braziliya qanday bosimni his qilayotgan edi. Mamlakat Rio de Janeyroda Olimpiya o'yinlarini qabul qilgan. Ammo Braziliya terma jamoasi tarixda hali bir marta ham Olimpiya oltin medalini qo'lga kiritmagandi. Ha, Braziliyada 5 ta jahon chempionligi bor. Pele va Ronaldo Nazario kabi afsonalari bor, lekin aynan Olimpiya oltin medali hanuzgacha amalga oshmagan orzu bo'lib qolayotgan edi. 2014-yilda o'z uyida o'tkazilgan jahon chempionatidan keyin bu turnir Braziliya uchun juda muhim bo'lgan va e'tibor markazida yosh kapitan Neymar turardi. Braziliya ketma-ket 2 o'yinni 0-0 hisobda yakunlagandan keyin o'z stadionida braziliyalik muxlislar terma jamoaga hushtakbozlik bilan noroziliklar ko'rsatishgan, xuddi hozirgi Real Madrid muxlislari kabi. Lekin shunga qaramay jamoa finalgacha yetib boradi hamda finalda Germaniya terma jamoasini penaltilar seriyasida mag'lub qilib, 2014-yilgi mag'lubiyat alamini qisman oladi. Jahon chempionatidagi o'yinda maydonga tusha olmagan Neymar esa uchrashuvdagi hal qiluvchi penaltidan gol kiritib, Braziliyani Olimpiada chempioniga aylantirgan edi. Guardiola Manchester City'dagi erasini boshlagandi va Angliya Premier Ligasini Fermerlar Ligasiga aylantirib yuborgan transferga ham yetib keldik. Ya'ni Pep Guardiola Manchester City'ga kelgan yili Manuel Pellegrini City'da o'z ishini yakunlab, katta maosh evaziga Xitoyga yo'l olgan edi. Uning o'rniga tarixdagi eng yaxshi murabbiy Pep Guardiola olib kelingan. Premier Ligani Fermerlar Ligasi deganimga hayron bo'lmang, chunki 2018-yildan beri ushbu turnirni faqat Manchester City yoki Liverpool qo'lga kiritib kelmoqda. Asosan City. Ko'pchilik futbol ekspertlari Guardiola Barselona va Bavariyada ishlagan paytlari u barcha davrlarning eng yaxshi murabbiyi bo'lishi uchun Premier Ligada chempion bo'lishi kerak deb aytishgan. Va hatto City'dagi dastlabki 2 mavsumda Premier Ligani qo'lga kirita olmagach, hatto Pep birinchi mavsumda umuman sovrin qo'lga kirita olmaydi va ekspertlar uni kritika qilishni boshlashadi. Davomini esa o'zingiz yaxshi bilasiz. Keyingi 7 yilda 6 ta Premier Ligasini yutib, APLni intrigasi turnirga aylantirib qo'yadi. Lekin bularning hammasi 2016-yilda jamoaga Gundogan, Sané va keyinchalik Bernardo Silva hamda Riyad Mahrezlarning transferi orqali quriladi. O'zini oqlamagan transferlar: Pogba va Gonzalo Higuain. Endi transferlarni eslasak, aynan o'sha yili Manchester United 105 million yevro evaziga Juventusdan o'z tarbiyalanuvchisi Paul Pogbani qaytib sotib oladi. Pogba o'sha paytda 23 yoshida bo'lgan va Manchester Unitedning yangi super yulduzi hamda lideriga aylanishi kerak edi. Qisman shunday ham bo'ladi. Manchester United 2017-yilda Yevropa Ligasini qo'lga kiritib, muxlislarga sar bo'lsa-da ishonch bag'ishlagan. Lekin umuman olib qaraganda Pogbaning transferi o'zini umuman oqlamagan. Jarohatlar va murabbiylar bilan kelishmovchiliklar sabab Manchester United ushbu fransuz uchun 105 million yevro to'laganining sababi ham kelajakka investitsiya bo'lgan. Ya'ni transfer o'zini oqlamagan holatda ham uni kattaroq summaga sotish uchun. Lekin futbolchi 2022-yilda Juventusga tekinga qaytadi. Keyingi transfer Gonzalo Higuainning Napolidan Juventusga 90 million yevrolik umuman aqlga sig'maydigan transferi. Bir tarafdan ushbu transferni oqlasa bo'ladi. A Seriya baribir La Liga yoki Premier Liga kabi kuchli liga emas va o'sha davrlarning top strikerlari A Seriyaga borishmasdi. Masalan, Lewandowski, Suarez, Kane yoki Benzemalar. Shu sabab ham turinliklar Pogba transferidan kelgan summaga Higuainni xarid qilishadi. Eslatib o'taman, 1 yil oldin Napoli safida Higuain A Seriyada 36 ta gol kiritib, turnir rekordini yangilagan edi va sezganingizdek ushbu transfer ham o'zini umuman oqlamaydi. Higuain Juventusda Napolida ko'rsatgan darajasiga yaqin ham statistika ko'rsatmagan. Turinda u 2 yil ichida 73 ta o'yinda 40 ta gol kiritib, so'ngra Milanga yo'l oladi. Leicester City APLni qo'lga kiritgani va so'nggi hamda 2016-yilning shok voqeasi Leicester Cityning APLni qo'lga kiritishi bo'lgan. Agar mavsum boshida kimdir Leicester City 2016-yil Premier Ligasini qo'lga kiritadi deganda, menimcha barcha o'sha insonning ustidan kulgan bo'lar edi. Chunki eslatib o'taman, Leicester 2025-yilda Premier Ligaga kelib qo'shiladi va birinchi mavsumda 14-o'rinni egallab, ikkinchi mavsumda APLni qo'lga kiritgan edi. O'sha paytlarda jamoaning super yulduzlari Jamie Vardy, N'Golo Kante, Riyad Mahrez va bosh murabbiy Claudio Ranieri bo'lgan. Mavsum boshidagi Leicester chempion bo'lishiga koeffitsient esa 5000 ga 1 bo'lgan. Riyad Mahrez o'sha mavsum APLning eng yaxshi futbolchisiga aylanadi. Jamie Vardy esa 11 ta o'yinda ketma-ket gol kiritib, turnir rekordini o'rnatgan. Leicester City esa 38 ta o'yinda atiga 3 marta mag'lub bo'lishadi. 2-may kuni Chelsea Tottenham bilan durang o'ynagandan keyin Leicester rasman APL chempionligini qo'lga kiritgan edi. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, Leicester o'sha mavsumda APLning boshqa jamoalari kuchsiz davrda omadi kelib chempion bo'ldi deb. Lekin APLda 2 mavsum o'ynab chempion bo'lish bu FIFAda ham qilib bo'lmaydigan narsa. Afsuski o'sha mavsumdan keyin jamoaning futbolchilarini boshqa APL jamoalari olib ketishadi. Kante va Drinkwater Chelseaga va Riyad Mahrez Manchester Cityga. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va keyingi rolikda qaysi yilni shunday ko'rib chiqishimizni xohlaysiz, kommentariyalarda yozib qoldiring.
Kelasi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.